Qo'y. Qattiq adashganman-da. To'g'rilab bo'lmaydigan bir xato qildim-da. Hech kim? Ko'zim qayerda edi? Nega shuni oldinroq ko'rmadimmi? Nega shu onam aytganini qildimmi? Yandagi sizmi qoldim? Ha? Qanaqa yandagisi? Aptezni qarang, ey xudoyim. Na bir qaddi qomat bor, na bir bashara bor. Meni borki, mana shu adashishimga onam aybdor. Siz bilan uchrashuvga chiqqan kunim esingizdami? Sizni shunday ko'rib, orqamga qaramay qochib ketganman. Uyga kelganimda ona, u bo'lmaydi. Shunaqa ham xunuk inson bo'ladimi dunyoda? Men hayotda unga tegmayman dedim. Onam menga aytdi, "Nima, chiroyiga non botirib yeysanmi? Uni basharasiga emas, qalbiga qara" dedi. Uni qalbi chiroyli, mehnatkash, toparmon, tutarmon dedi. Uni so'zlarini eshitsang bir madaniyatli inson bilan o'tirgandek bo'lasan dedi. Men onamni mana shu yolg'on gaplariga ishonibman. Men umrimni zoyi ketkizdim. Men qani edi bu xatoni to'g'rilashda imkoni bo'lganda edi. Sizichi, mana sizichi, mana tashqi ko'rinishingiz ham xunuk. Ichingiz dabdala. Shunday gullagan davrimni men xudo, shunaqa xunuk inson bilan ham yashaymanmi? Hali uzoq umr ko'raman. Men bir yaxshi hayot kechirishim kerak. Men qaytadan baxtni izlayman. Mayli. Baxtimiz deyman, nima? Baxtim menman-ku. Onang to'g'ri aytgan. Onang demishman. O'zini ko'rsam qo'rqib uyg'onib ketaman-ku. Ey xotin! Menga qara.